Bu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi, Qur'onlar chiqsin. Hech yo'q shunaqa yosh bolachalar bilan Baytullohga keladigan farzandlardan chiqarsan. Sizlarning farzandinglar ham shu bolachaga o'xshab Allohning baytini bemalol ziyoratlar qilib yursin do'stim. Aynan siz uchun manfaatli reklama qilaman do'stum. Qarang, siz Rossiya hududidasiz. Allohning baytiga kelmoqchimisiz? Sizlarga yaqindan yordam beramiz. Hozir mana ziyoratchilarimiz mavjud. Assalomu alaykum. Aka, qayerdan keldingiz? Men Rossiyadan Kaluga shahridaman. Shuni niyat qilib shu surishtirib ko'rgandikki, bizga shu 50 bosh kerakligi haqida bir o'zbek 50 bosh izlab chiqqanimizda internetda sizga biz xabar bo'ldik. Keyin siz bilan shu aloqaga chiqib, bayadek gruppaga kirib, qandaydir ishonchsizlik bilan ish boshlandi. Lekin niyat xolis, to'g'ri niyat. Umid bor bu yoqqa kelishga. Shu bilan bilet puli bo'ldi, berildik. Bilet bor deyildi, chislo aniq bo'ldi. Hayal endi даже pullarimizgacha aeroportimizda qo'limizga almashtirib, kursiga qarab, hammasini men kamun hayajonlanyapman, lekin kutilmaganda bo'ldi. Falon kuni boraman degan fikr yo'q edi-yu, lekin o'sha kun keldi. Allohning chaqirgan, mana kelgansiz. Hal bo'lmaydigan narsalar, ishdan javob bermaydigan kattalargacha davra berib, qo'yni mashina bo'shatdi. 2 kundan beraman, ber so'rasam, berolmaydigan odamlar 2 haftaga mana shu ziyoratni tushuntirganmizki, davra berib jo'natib bo'ldi. Do'stlar, bular realni gapirayotgan gaplar, realni bo'layotgan ishlar mana. Mana Rossiyadan turib, qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar, mana Tojikiston fuqarosi bo'lsa, men O'zbekiston fuqarosiman, O'zbekiston pasporti bilan kelaman. Kimdir Rossiya pasporti bilan, kimdir Qirg'iziston pasporti bilan. Keyin borib Rossiyada yana patent asosida yoki student bo'lsangiz, studentskiy bilet asosida yoki vid asosida bemalol qonuniy yursangiz bo'ladi. Do'stim, nimani kutyapsiz? Allohning bayti sizga oshiq, tez-tez keling. Alloh xayringizni bergur. Ushbu videoda Allohning baytiga kelishni niyat qilgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Agar qiziq bo'lsa, 21-iyunda unikal paketimizni e'lon qilganmiz. 100 kishilik paketimiz, malakali 50 boshlar, shaxsan o'zimni yordamim bilan, ya'ni o'zimni reysam, undan tashqari yana 50 boshlar bo'ladi. Unikal paket, premium paket bo'ladi do'stim. Aynan premium paketimiz ekonom narxida bo'ladi do'stim. Agar qiziq bo'lsa, ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qilasizlar. Assalomu